Dünya Uyghur Qurultayı Germaniyaning poytaxti Berlin shahrida sho'basini ochdi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun Aysaning qatnashishi bilan 22 oktyabr seshanba ichilish murosimi o'tkazildi. Murosimiga qatnashgan Germaniya Federatsiya parlamentining a'zosi Margaret Baus ichilish murosimida Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiliklarini tilga olib o'tdi. Xonkong doiralarining jinoyat gumondorlarini Xitoyning Makao alohida ma'muriy rayoni va Tayvanga o'tkazilib berish qonun loyihasiga qarshi necha oydan buyon o'tkazilgan namoyishlardan keyin doiralar bu qonun loyihasini rasmiy amaldan qoldirdi. Xonkong hukumati bexatarlik idorasining boshlig'i John Lee gumondorlarning Xitoy, Makao va Tayvanga o'tkazilib berilishiga yo'l qo'yadigan qonun loyihasining rasmiy amaldan qoldirilganligini e'lon qildi. U parlament munbirida bayonot e'lon qilganda qonun loyihasining rasmiy amaldan qoldirilganligini bildirdi. Shuning bilan birga Xonkong faoliyatchilari Angliya bosh elchixonasi oldida odam zanjiri hosil qilib faoliyatini davomlashtirdi. Namoyishchilar necha oydan buyon davomlashayotgan demokratik namoyishlarga xalqarodan yordam talab qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq Falastin alohida dokladchisi Michael Lee İsrailning 52 yillik Falastin ishg'olining hozirgi dunyodagi eng uzun davomlashgan zo'ravon ishg'ol ekanligini ta'kidlab, G'azzaning qamal qilinishi 4-Janva kelishimining 33-moddasiga oshkora xiloflik qilgan kollektiv jazolash usulidir dedi. Dokladda G'azzadagi insoniy krizisga diqqat qilish bilan birga, Isroilning 12 yildan buyon havo, quruqlik va dengiz orqali yurgizayotgan G'azza ishg'olining tragediya bo'lib qolmasdan dunyoning kun tartibida oldingi qatorda turish kerak bo'lgan bir adolatsizlik ekanligi ta'kidlandi. Bosniya Yertuskovina bilan Kroatiya chegarasidagi rayonda ko'chmanlar sonining eshishi va yangi ko'chman lager qurish uchun bo'sh yer tepilmasligi ko'chmanlar krizisining hal bo'lmasligiga sabab bo'ldi. G'arbiy Balqon liniyasining taqib etilishi va G'arbiy Yevropa davlatlariga mangan ko'chmanlarning 2 yildan buyon Bosniya Yertuskovinaga yuzlantirilishi sababli murakkab siyosiy tuzilishga ega bo'lgan bu davlat ko'chman krizisiga duch keldi. Ko'chmanlarning Kroatiya chegarasidagi rayonlarga yuzlantirilishi va rayondagi lagerlarning kamchilligi sovuq qish oylari yetib kelish oldida aloqador doiralarning besimini oshirdi. Yaponiya O'rta Sharqdagi savdo paraxodlarini qo'g'dash uchun Amerika boshchiligidagi birlashma armiyaga qatnashmasdan rayonga harbiy qism avatchini planlaganligini bildirdi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan telefonda ko'rishdi. Ko'rishda Amerika boshchiligidagi ittifoqqa qatnashmasdan O'rta Sharqdagi dengiz portlarini qo'g'dash maqsadida rayonga askar avatish plani to'g'risida Amerika tarafga ma'lumot berildi. İki minister yana Amerika bilan Eron orasidagi jiddiychilikni pasaytish haqida texmo yaqin hamkorlik o'rnatish uchun va'da berishdi. Janubiy Afrika Mudofaa Ministerligi doiralari ikki Rossiya aeroplanining shu yer vaqti soat 16 bilan Waterkloof aeroportiga qo'nadiganligini bildirdi. Janubiy Afrika Davlat Mudofaa Ministerligi Rossiyaning Tupolev-Tu 160 tiplik yadro iqtidoriga ega ikki strategiyalik bombardimonchi aeroplanining Janubiy Afrikaga boradiganligini va poytaxt Pretoria atrofidagi Waterkloof aeroportiga shu yer vaqti soat 16 bilan qo'nadiganligini bildirdi.